Dasturimiz davom etadi. Andijon shahrida suv ta'minoti tizimida qonuniylik va tartibni ta'minlash maqsadida reydlar muntazam o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlar orqali iste'molchilar va korxonalarda texnik va huquqiy kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanyapti. Muxbirimiz manzildan xabar qiladi. Reyd davomida Andijon shahrida 10 dan ortiq yuridik maqomga ega iste'molchilarning ichimlik suvidan foydalanish holati o'rganildi. O'rganish jarayonida tarmoqqa noqonuniy ulanish, mavjud qarzdorliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik hamda talab etilgan hujjatlarni taqdim etmaslik kabi qator qonun buzilish holatlari aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berilib, belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Ishchi guruh tomonidan olib borilayotgan tadbir davomida iste'molchilar tomonidan ichimlik suvga noqonuniy foydalanish holatlari aniqlanmoqda. Suv hisoblagich uskunalarini o'z voshimalari bilan almashtirish, shikast yetkazish holatlari aniqlanib, tadbirkorlarga tegishli davomlar rasmiylashtirilyapti hamda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bunday nazorat tadbirlarini muntazam tashkil etishdan asosiy maqsad suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, tarmoqlardagi texnik yo'qotishlarni kamaytirish hamda iste'molchilar o'rtasida qonuniylik muhitini mustahkamlashdan iborat. Zotan tizimli reydlar orqali nafaqat qonun buzilishlari barvaqt aniqlanib, bartaraf etiladi, balki aholi va tadbirkorlik subyektlarida mas'uliyat hissi ortadi, xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi hamda suv ta'minoti tizimining barqaror ishlashi ta'minlanadi. Shu bois mazkur tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarda keng qamrovda davom ettirilmoqda. Gulzira Rustamova va Nisbila Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.